Salom hammaga. Man kanalda yangiman va bu meni birinchi hikoyam. Bu meni hayotimda real bo'lib o'tgan voqea haqida so'zlab bermoqchiman. Demak, boshladik. Birinchi navbatda o'zimni tanishtirsam, ismim Doniyor. Yoshim 19 da. Kelishgan, qaddi qomatim chiroyli bo'laman. 4 yildan beri suzish sport turi bilan shug'ullanib kelaman va bo'sh vaqtimda zalga chiqaman. Maqtanishmasu, mahallamizni oldi yigiti edim. Ko'p qizlar yoqtirardi. Oilamiz ham eng oldi oilalardan. Dadam biznesmen, oyim uyda o'tiradilar. Bitta ukam bor, yoshi 13 da. Xullas bir kuni oyim menga suv motorini chiqarib bergin, gilam yuvamiz deb qoldilar. Bizani uyimizni pastidan yo'l o'tgan. Yo'lni u yoq tarafida qo'shnimizni uyi bor. Ularni uylarini hovlisida kichik soy o'tgan. O'sha soydan biza motor qilib suv tortib olganmiz uyimizga. Man motorni tuzatgani qo'shnimiznikiga tushdim. Tushib chaqirdim, hech kim indamadi. Yana chaqirdim. Motor tomon tushib ketayotsam, motordan sal chetroqda soyni yonida kiyiniyim kir yuvayotgan ekan. Motorni qarasam, shelankasi uzilib ketibdi. Keyin kiyiniyimni oldiga borib, "Keyniye, sim bilan ombir bormi? Motorni tuzatgani." desam, hozir dedilarda, engashib turganlarida ko'ylaklarini oldi katta ochiq edi. Shuning uchun ko'kraklarini ko'rib qoldim va ehtirosim kelib ketdi. Keyin buni payqamadilar shekilli. Birozdan so'ng sim bilan ombirni olib kelib, yonimga o'tirdilar. Mani motor tuzatishimni ko'rib, gaplashib o'tirib, savol berdilar. "Voy bu, namuncha Donyorbek, sportsmenlarday bo'p ketibsiz", dedilar. Men ham kamtargina, "Ha, endi shunaqa, shug'ullanmasam semirib, xuna bo'lib ketaman", desam, kulib, "Sizga semirish yarashsa kerak", deb kulib qo'ydilar. Va men o'zimni zo'rga ushab turdim bu gaplardan keyin. Va motorni tuzatib bo'lib chiqib ketdim. Ertasi kuni men ish bo'yicha rayonimiz markaziga ketayotib, yo'lda u kishini ko'rib qoldim. Mashinamda to'xtab so'radim. "Ha, Keyniye, qatqa?" desam, "Rayonga, Asilbekni medpunktga ko'rsatib kelay", dedi.